bunaqangi bot sizga signal berishga yoki biror narsaga yordam beradigan bot yoki bunaqangi pulli mulli yibanuti bir chirnamazli bir indikatorlar chiqib qoluvdi, bir nimalar. Misol uchun volumni ko'rsatib, hozir volum degan esimga tushib ketdi. Volumni chotib ko'rsatib beradigan unaqa volumni ko'rsatib beradigan indikatordan ochiq aytaman, men misol uchun spotga uzoq long termga savdo qilib yurgan vaqtim ham volumni o'zim qarardim. Oddiy nima emaillar bo'yicha qarardim. Bunaqangi shunda ham o'shanaqangi bir yibanuti volum indikatorlar unaqalardan foydalanmaganman-da. Sizlar futures uchun ishlayapsizlar bu narsani. Futures. Riskli katta bilan, volatilность kuchli coinlar. 20x, 100x, lekin bu narsani eng xuyovi oqibatini aytaman deb, eng xuyovi oqibati bu narsani sizlarni o'zlaringni fikrlashlaringni o'ldiradi. Bilinmaydi ko'zlaringga hozir. Borib asta-asta sindiradi bu narsa. Fikrlash deganda o'zingizda analizga ishonch paydo bo'lmaydi. O'zingiz analizda sustlashib boradi. Chunki siz o'zingiz ustingizda har kuni ishlamaysizda. Sizda miyangizda bitta nima bor? Bu yoqda botim bor edi. U miyada qoldi-da shu. Sizga borda shu tepa devorcha bor, botcha bor. U psixikasida bo'ladi miyada o'zi. Tushundim.